Funksional ko'p kurash bu sport turi haqida ma'lumotga egamisiz? Funksional ko'p kurash nomiga muvofiq o'z ichiga turli yo'nalishdagi sport musobaqalarini jamlaydi. Yurtimizga yangi kirib kelgan mazkur sport turi tobora ommalashib, rivojlanib bormoqda. Hozirda funksional ko'p kurashni targ'ib etish, jismonan chiniqqan sportchilarni aniqlash maqsadida turli musobaqalar o'tkazilib kelinmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Dinamo sport majmuasida mamlakatimizda ilk marotaba funksional ko'p kurash sport turi bo'yicha mamlakat birinchiligini o'tkazmoqda. Turnirning rasmiy ochilish marosimida federatsiya raisi so'zga chiqdi. 2021-yil aprel oyida mana shu Milliy gvardiya qo'mondoni tashabbusi bilan respublikamizda tashkil etilgan funksional ko'p kurash federatsiyasini bugun birinchi bir katta bir musobaqasi o'tkazilyapti. Mana bu musobaqaga butun respublikamizdan funksional ko'p kurash sport turi bilan shug'ullanayotgan sportchilarimiz kelgan. Musobaqada ishtirok etayotgan barcha sportchilarga omad, muvaffaqiyat tilayman. Проводим первый чемпионат республики по функциональному многоборью. Biz ilk bor funksional ko'p kurash bo'yicha O'zbekiston chempionatini o'tkazyapmiz. Bu sport turi o'zida og'ir atletika, sport gimnastikasi, yengil atletika, velosport hamda suzish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Shu sabab mazkur sport turi bilan shug'ullanuvchi insonlar jismonan har qanday sinovlarga tayyor bo'lishi kerak. Qizig'i, turnirga kelayotgan atletlar qaysi yo'nalishlar bo'yicha bellashuvlar bo'lishini bilmaydi. Musobaqa Funksional ko'p kurash federatsiyasi, Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi hamkorligida tashkil qilingan. Turnirda 100 ga yaqin sportchilar ishtirok etmoqda. Ular orasida 21 yoshdan oshgan o'g'il va qizlar yakka tartibda bellashmoqda. Bu sport bilan qariyb 2 yildan beri shug'ullanib kelaman. Funksional ko'p kurash hozirda nafaqat Toshkentda, balki yurtimizning har bir hududida rivojlanib kelmoqda. Turnirga to'xtaladigan bo'lsam, atmosfera juda ajoyib. Bu yerda ko'plab insonlar bizni qo'llab-quvvatlab turibdi. Hozirgina yakuniga yetgan bosqichda men uchun eng murakkab mashq bu отжимания bo'ldi. Musobaqaning birinchi kuni qizg'in bellashuvlarga boy tarzda o'tdi. Bahslarda qizlar 63 kg va undan ortiq, erkaklar esa 85 kg va undan ortiq vazn toifasida qop bilan ishlash, toshni siltab ko'tarish, tortinish, shtanga ko'tarish, yugurish kabi 10 ta funksional ko'p kurash shartlari va elementlarini bajardilar.